Hurmatli xonadonimiz xonimalari, hurmatli ayollar, opalar, singillar. Uylarda ovqat tayyorlar ekansizlar. Ovqat tayyorlashdan oldin doimo Bismillahirrohmanirrohim va undan keyin tayyorlash jarayonida subhanallohi va bihamdihi astag'firulloh la havla va la quvvata illa billah. Qo'yingki, Alloh azza va jallani zikr qilgan holda, Allohni istagan holatda, ya'ni o'sha o'rinda ham agar iloji bo'lsa, Alloh taoloni zikrida qoyim bo'lib turgan holatda nimaiki narsa o'sha taom bo'ladimi yoki boshqa narsa qilinadigan bo'lsa, inshaalloh ana shu taomda baraka bo'ladi, fayz bo'ladi, futuh bo'ladi. Albatta uydagi erkakni barakasi, baraka omili, uni ishlarini yurishi o'z-o'zidan bevosita va bilvosita uning ayolini barakasiga, ayolining xatti-harakatiga, ayolining xulq-odobiga ham bog'liq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo uylarimizdagi juft halollarimizni o'z panohida asrasin. Ular bilan birgalikda go'zal hayot kechirib, Alloh azza va jallaning roziligiga erishmoqligimizni Alloh hammamizga nasib va ro'za aylasin.